Mana hurmatli katta nominaning guruhimiz a'zolari o'tganmiz kutuvchilar. Do'stlar, xudo xolasa 1-fevral sanasida Farg'ona viloyati Rishton tumani Chek Nasrda mahalla fuqarolar yig'iniga kelganmiz. Bu yerga 20 kilovatlik kattorimizni ustunovka qildik. Sistemalarni to'pli pol tortilgan, jami 100 kvadrat to'pli pol. 1, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5, 6 ta xonaga to'pli pol bo'lgan. Mana ko'rib turganlaringdek ichkarlari polnisa to'pli pol. Bu xonalarimizga bitta radiator qo'yilgan 50 ga 1 metrli. Yana bitta bu xonaga ham qo'yib qo'yilgan radiator, qo'shimcha to'pli pol ham bor. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, to'pli pollarimiz ichida. Katta yo'limiz esa 70 gradusga chiqdi, xudo xolasa. Yoqib sinab berdik. Katta yo'limizni ham ko'rsatamiz. Do'stlar, mana o'sha idoramizning orqa tomoniga qo'yildi. 20 kilovatli katta yo'limiz va penalab chiroyli qilib qo'yib berdik. Katta yo'limiz ko'rib turganlaringdek, hozir 60 ga tashlayapti. Mana shu obratkalar qaytib kelib, mana 60 gradusga tashlayapti. Hozir 70 ga chiqqan edi. Ko'rib turganingizdek do'stlar, akkuratni qilib montajlari qilingan. Xudo xolasa, kimga shunday katta xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar do'stlar. Ishimiz respublika bo'ylab, vodiy bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. Xo'p do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar.